Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan Turkiyani Koç universitetini klinikasini tanishtirmoqchiman. Kelganlarga, bu yer takroran kelmaganlar uchun yana bir ma'lumot uchun beriladi. Bu yerga bolalar urologiyasi sohasi bo'yicha robot Da Vinci apparatida operatsiya qilish reja qilib kelganmiz. Sizlar bilan klinikani qisqacha tanishtiraman. Bu yer juda ham katta. 1000 dan oshiq ko'yka va 40 dan oshiq operatsion xonalarga mavjud ekan. Ko'rib haqiqatda hayratda qoldim. Hammasi biz o'ylagandan ham zo'rroq ekan. Bu yerdan kira olishdan kiradigan bo'lsak, juda ham chiroyli, juda ham yuqori texnologik qurilgan binolar, yuqori texnologik operatsiyalar, kira olishdagi shunaqa katta eski zamonda boshliqlardan ham qo'yib qo'ygan ekan. Shunaqa juda ham chiroyli. Yana sizlarda operatsiyalarga kirganda operatsiyadagi bo'layotgan jarayonlarni ham olib rasmlar qilib tashlashga harakat qilaman. Hammaga rahmat, bizni kuzatib boringlar. Mana hurmatli kuzatuvchilar, operatsiyonni ko'rib turibsizlar. Juda ham katta, 24 ta operatsiyonlar tashkil topgan. Operatsiyonni juda ham yuqori texnologik laboratoriya bunaqa operatsiyalar o'tkazilyapti. Sizlar bilan operatsiyonlarni ko'rsatadiganlar. Juda ham zo'r operatsiyonlar, juda ham yuqori Yevropa standartlariga mos keladi. Biz O'zbekiston klinikalarini ham shunaqa qilish kerak. Bor, Toshkentda ham yaxshi klinikalar, shu tartibdagi klinikalar ham bor. Lekin Andijonimizga ham shunaqa yaxshi texnologik apparatlar, hamma apparatlar bor. Juda ham keng ta'minlangan operatsiyonlar, juda ham zo'r operatsiyalar davom etyapti. Вообще lol qoladigan darajada tashkil qilingan. Mana bu yerda bu operatsiya o'tkazilmoqda.